Assalomu alaykum, hurmatli televizor ko'rguvchilar. Yaxshimsizlar? Dunyo qurultiyi to'r televiziyasining kunlik xabarlar programmasiga hammanglar xush kelibsizlar. Men İftixar Abdurshid. Bugun chorshanba. Hurmatli ko'ruvchilar, tövəndə diqqətinizlər kunlik xabarlar programmamızın təfsilatı bo'lsin. 8 oktyabr kuni Dunyo qurultiyining muvaqqat raisi Dr. Erkin Akram, Dunyo qurultiyi bayonotchisi va xalqaro ishlar direktori Zumratay Erkin, qurultay vaqtining raisi Abdurshid Abdulhamid, Qurultay Xitoy ishlar komitetining mudiri Adiljon Abdukerim va qurultayning turk til bayonotchisi professor Dr. Erkin Ahmadlardan tarkib topgan hay'at Türkiye parlamentida eng cho'ng o'ktish partiyalardan biri bo'lgan Cumhuriyet Xalq partiyasi raisi Özgür Özel, muavin raisi Burhoniddin Bulut, parlament a'zosi Mahir Basharan, Bilal Bilici, İyi partiyasining guruhi boshlig'i Bura Kavunju va kishilik huquq komiteti a'zosi Yüksel Selçuk Türkoğlu qatorliqlar bilan ayrim uchrashib, Uyg'urlarning ig'ir vaziyati va irqiy qirg'inchilik to'g'risida tayyorlagan dokladlarni sundi. Uchrashishda Erkin Akram apandi oldi bilan Dunyo qurultiyining dunyo miqyosida olib borgan faoliyatlari, Amerika Qo'shma Shtatlari, Yevropa davlatlari va Yaponiyaga o'xshash demokratik davlatlarning Uyg'ur irqiy qirg'inchiligiga bo'lgan inkaslari, Uyg'urlar to'g'risida ma'qullangan qarorlar to'g'risida ma'lumot berdi. Keyin Turkiya hukumatining qarindosh Uyg'ur xalqining bundoq ig'ir vaziyatiga qarab turmaslik kerakligini, bu to'g'riliq harakat o'tish kerakligini, Öktiş partiyalarının bularni Türkiye parlamentida o'tirib qo'yish kerakligini o'tirib qo'ydi. Arqadan parlament a'zolari Xitoyning Uyg'urlarga nima uchun bundoq ig'ir besim qilayotganligini so'raganda, Dr. Erkin Akram buning sababining ko'p ekanligini, buning ichida eng muhim sababining bu zaminning egisi bo'lgan Uyg'urlarni yo'q qilish, Xitoyning bu zaminni o'zining qilib olish ekanligini bayon qildi. Zumratay Erkin Cumhuriyet Xalq partiyasi Özgür Özel va parlament a'zolariga vatanimiz Sharq Turkistondagi irqiy qirg'inchilik to'g'risida tayyorlangan dokladlarni bergandan keyin qarindosh Turkiya Cumhuriyetidan xalqaro so'rinlarda bo'libmi Birlashgan Davlatlar Tashkilotida Uyg'ur irqiy qirg'inchiligini o'tirib qo'yish va qo'llash kerakligini talab qildi. Parlament a'zosi Selçuk Türkoğlu 2023 yılı 6 ayda vatanimizdagi jazo lagerlariga solingan kishilarning taqdiri va Xitoyning navbatda Uyg'urlarga elib berayotgan irqiy qirg'inchilik va kishilik huquq siyosatini tekshirish uchun maxsus bir guruh qurish haqidagi bir taklif loyihasi Türkiye parlamenti kishilik huquq komitetiga sunilgan edi. 3-iyul kuni İyi partiyasining parlament a'zosi bo'lgan Selçuk Türkoğlu sungan bu taklif loyihasi muzokara qilinib, Islom qo'rqinchi va irqchilikqa qarshi turish komiteti rasmiy qurilgan edi. U bundan keyin mazkur komitetda Uyg'ur irqiy qirg'inchiligini davomli kun tartibga qo'ydiganligini dedi. Men Turkiya parlamenti kishilik huquqini kuzatish komitetining a'zosiman. Men yoshlik chig'imdan tortib Turk dunyosiga va Sharq Turkiston davosiga ega chiqib kelgan bir bo'lish sifatim bilan Sharq Turkistondagi kishilik huquq dafsanchiligini tugatish uchun qo'limdan kelganini qilaman. Kishilik huquq komitetida Uyg'ur duchor bo'layotgan kishilik huquq dafsanchiligini davomli o'ttirib qo'yaman. Dunyo qurultiyi hay'ati burunmi, ya'ni 2019 yildan boshlab ko'p qatam Malayziya va Indoneziyani ziyorat qilib, bir qator faoliyat va uchrashishlarda bo'lgan edi. Ularning bundoq musulmon ellarni ziyorat qilishi bu davlatlardagi Uyg'urlarni qo'llash yuzinishini qo'lga keltirish bilan birlikda BDT, Islom ishbirligi tashkiloti qatorli xalqaro so'rinlarda mazkur davlatlarning qo'llashini maqsad qilgan bo'lib, bir qism utuqlarni qo'lga keltirgan edi. Ukrainadagi eng cho'ng kitob munbiri Lviv kitob yarmankasi urush o'tishidagi Ukrainada bu yil yana o'xshashli davom qilgan. Bu yil 2 oktyabrdan 6 oktyabrgacha davom qilgan bu kitob yarmankasiga Dunyo qurultiyi tadqiqot markazining mudiri Norvegiyadagi Uyg'ur ziyolisi Abduli Ayıpma taklif bilan qatnashgan. Abduli Ayıpning bildirishicha, kitob yarmankasida ilib berilgan Uyg'urlarning mustamlik qilinish masalasi va Ukrainalarning taqdiri degan suhbatda Uyg'ur irqiy qirg'inchiligi va Sharq Turkistonning mustamlik qilinish jarayoni Ukraina tarixi bilan selishtirilib, atrofli tanishtirilgan. Abduli Ayıpning bildirishicha, u Ukrainaga kirishda chegarada to'silingan, ammo u Ukraina tarafga ahvolni tushuntirgandan keyin alayda mehmon sifatida Ukrainaga vizasiz kirgan. Ukrainadagi Euromesto televizor kanali 5 oktyabr kuni Abduli Ayıpni maxsus suhbatga taklif qilgan. Shundaqla Uyg'ur masalasining Ukraina urushi bilan bo'lgan aloqasi, Ukraina va Xitoy munosabati, shundaqla Rossiya Ukraina urushining uzrib ketishidagi omillar haqida munozara ilib berilgan. Abduli Ayıp Ukraina xalqiga bu televizor kanalidan Ukrainaliklarning setib olgan har bir dollarlik Xitoy mili amaliyotda Ukrainaliklarga etilgan bir tal o'qning puli ekanligini ta'kidlagan. Bu munosabat bilan Erkin Osiyo radiosi bu faoliyatni tashkilotchi tarafdan muxbir Taras Yetsenko bilan telefon ziyorati ilib bordi. U o'zining baxtli ko'z qarashlarini o'rtoqlashib, mundaq dedi: "Biz Uyg'urlarni nihoyat yaxshi bilamiz, ammo mencha Ukraina urushi bo'lsin yoki Uyg'ur irqiy qirg'inchiligi bo'lsin yoki Osiyodagi yuz berayotgan boshqa masalalar bo'lsin,
demokratiyaning bugungi kunda ojiz qolganligidan bo'lyotidi. Biz shuni cho'qim bilishimiz kerakki, mustabid hokimiyatlar texmi ko'p huquqqa erishyotidi. Ukrainada yuz bergan ishlardan Osiyoda yuz bergan ishlargacha bir-biriga ta'sir ko'rsatdi. Misol, Rossiya Ukrainalarni qirayotgan va Ukrainaga tajovuz qilganda ishlatgan qurollar va uning o'q zapchastlari Xitoydan kelganligini bilamiz. Abduli Ayub bu haqda o'zining televiziya kanalida o'tirib qo'yganlarini o'rtoqlashib, Ukraina Rossiya urushidagi Xitoyning roli, Xitoyning ikkiyuzlik siyosati va Xitoy milini Ukrainada nima sababdan boykot qilish kerakligi haqidagi ko'z qarashlari va dalillar orqali Ukraina xalqini va hukumatini Uyg'ur irqiy qirg'inchiligini e'tirof qilishga chaqiriq qilganligini bildirdi. Lviv kitob yarmankasi Sharqiy Yevropadagi eng avvat madaniyat faoliyatlarining biri bo'lib, Ukrainaning Lviv shahrida 1994-yildan boshlab o'tkazilib kelmoqda. Bu qatimqi yarmankaga dunyoning har qaysi tarafidan nashriyatlar, Ukraina va chet el yozuvchilari, axborot sohasidagilar qatnashib, tarix, adabiyot, she'r, ilm-fan, urush, siyosat, erkinlik, axborot, ma'rif, xalq hayoti va boshqa temalarni cho'rdigan holda kitob tanishtirish va dunyodagi mavjud masalalar haqida mulohaza olib borgan. Xitoyning Tuzlik Taiping nomli xakerlik guruhi Amerikaning AT&T, Verizon, Lumen qatorliq asosli telefon aloqa shirkatlariga qarata xakerlik hujum olib borgan. Washington Post gazetining 6 oktyabr xabar qilishicha, Amerika hukumat amaldorlari Xitoy xakerlarining oz deganda 3 asosli Amerika telefon shirkatining to'g'ri hujum qilganligi. Bu hujum Amerika ko'z tutgan Xitoy nishonlariga doir uchurlarga erishish maqsadida qaramliq bilan elib berilgan hujumning bir qismi ekanligini aytgan. Xabarda bu deloning Amerika Federatsiya tekshirish idorasi, istixborot organlari va Amerika ana vatan xavfsizlik ministrligi tomonidan dastlabki tekshirish bosqichida ketayotganligi qayd qilinmoqda. Ma'lum bo'lishicha, bu deloning nozukligi sababidan ismini oshkorlashni xohlamagan amaldorlar navbatda prezident Baydenga bu haqda ma'lumot berganligi, ammo bu qatimliq tor hujumining ko'lami va uning ta'siri aniqlanmaganligini aytgan. Bu qatimliq hujum Amerikaning Bayden hukumati Xitoyni Amerikaning eng muhim strategik raqibi deb qarsimi, ammo uning bilan bo'lgan raqobatning to'qinishga aylanib ketishidan saqlanishga tirishayotgan bir payt yuz bergan. Washington Post'ning qayd qilishicha, Amerika amaldorlari bu qatimliq tor hujumi Amerikaning Verizon, AT&T, Lumen qatorliq 3 asosli telefon shirkatining aloqa to'rini nishon qilgan bo'lsa-mu, ammo hujumning boshqa telefon shirkatlarini nishon qilgan bo'lish mumkinligini bildirgan. Amerika bexatarlik amaldorlarining qayd qilishicha, bu qatimliq tor hujumi muhim voqea bo'lsa-mu, ammo hujumning ko'lami va qanday uchurlarning o'g'irlanganligini aniqlash uchun uzunroq vaqt ketadi ekan. Bir Amerika bexatarlik amaldori hujumda Amerikaning qonunliq yushirish anglash sistemasini nishon qilganligiga doir bishoratlar bor degan. Lekin ularning qayd qilishicha, Xitoy xakerlari texmi keng uchurlarga erishgan bo'lishi, buning telefon sistemasidagi umum tor aloqasini o'z ichiga olishi mumkin ekan. Hurmatli ko'ruvchilar, yuqorida diqqatingizga kunlik xabarlar programmamizning tafsilotini sundik. Keyin qitimliq sonimizgacha ko'rishguncha omon bo'lgaysizlar. Stansimizning YouTube kanaliga a'zo bo'lishni unutmang. Xayr xo'sh.